Bugungi globallashuv va axborot shiddat bilan taralayotgan davrda dolzarb aqidaviy va fiqhiy masalalarni ilmiy asosda o'rganish, ular bo'yicha tavsiya va yechimlar ishlab chiqish juda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu maqsadda Toshkent Islom institutida dolzarb aqidaviy va zamonaviy fiqhiy masalalarga oid tadqiqotlardagi yondashuvlar mavzusida Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi tashkil etildi. Ilm ahli yig'ilgan konferensiyada kalom ilmi, sog'lom e'tiqodning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni, zamonaviy fiqhiy masalalar, shuningdek, fatvolarning ijtimoiy barqarorlikdagi ahamiyati keng muhokama qilindi. Anjumanda diniy ta'lim muassasalari vakillari, olimlar va yosh tadqiqotchilar ishtirok etdilar. Albatta, reabilitatsiya va deradikalizatsiya masalalari bugungi kunda eng ahamiyatli va dolzarb bo'lib turgan masalalardan hisoblanadi. Sababi jamiyatimizda yoshlarni yot g'oyalar ta'siriga tushib qolishi va bu masalalarda ichida o'ralashib turli xil qarashlarni ilgari surishi bevosita ularni bugungi kunimizdagi aqidaviy va fiqhiy masalalardagi tushunchalarni torligi va bu borada turli xil oqimlarni, qarashlarni o'zi bilmagan holatda talqin qilishi bilan kuzatilib boriladi. Konferensiyaga 70 dan ortiq ilmiy maqolalar taqdim etildi. Ular maxsus ilmiy to'plam shaklida jamlanib, tadqiqotchilar uchun muhim manbaga aylandi. Ya'ni e'tiqod ilmiga oid oxirgi mavzugacha bo'lgan ixtilofli masalalar bor. Bu ixtilofli masalalarni garchi bizda ajdodlarimiz, buyuk olimlar ularni barchasini yechimlarini o'sha hujjatlar asosida, dalillar asosida batafsil yoritib bergan bo'lsa-da, lekin bugungacha o'sha masalalar qayta yoshlarimiz o'rtasida ko'tarilyapti. Mazkur ilmiy anjuman sog'lom e'tiqodni mustahkamlash, diniy fanlarda ilmiy yondashuvlarni rivojlantirish sari yana bir muhim qadam bo'ldi.